Assalomu alaykum azizlarim. Biz Bucks County, Pensilvaniyaning eng hurmatli prestijli mahallalaridan birida turibmiz hozir, Newtownda. Atrofimdagi townhouse'lar ko'ryapsizlar, hammasi 2000-2005-yilda qurilgan. Bugun bitta vatandoshimiz mana shu uylardan birining egasi bo'ladi inshaalloh. Demak, 2003-yil qurilgan uyimiz 3 ta xona, 3,5 ta vannadan iborat. Shuna kirib yashashga tayyor qilib qo'yilgan. Zo'r tomoni, zo'r mahallada joylashgan. 750 mingga chiqqan edi bozorga. Biz mana alal oqibat 700 ming dollarga olishga muvaffaq bo'ldik. Yana bitta zo'r tomoni, maktabi juda ham zo'r. Ma'ruf aka, tabriklaymiz. Zo'r uy oldingiz, oxiri gap yo'q. Tabriklaymiz. Qanday bo'ldi proseslar? Proses yaxshi bo'ldi. Bobur aka sizga, Rahmat sizga ham. oila jamoangizga ham rahmat. Hammaga tavsiya etamiz. Rahmat sizga ham. Sizga ham rahmat. Zo'r, yaxshi uy oldingiz, chunki bu akada variantlar bor edi. Arzonroq uy olishga variant bor edi, lekin bu kishi aytdi, farzandlarim uchun dedi, maktabi zo'r bo'lishi kerak dedi. Shuning uchun mana zo'r konsullik maktabdan uy oldik. Agar sizlar ham uy qarasanglar, har doim maktab reytingiga e'tibor beringlar, chunki farzandlarimiz kelajagimiz, o'zimizning hayotdagi eng katta proyektimiz. Qancha shu farzandlar zo'r bo'lsa, biz ham shuncha gerdayib yuramiz, kelajagimiz ham porloq bo'ladi. Ishlarga omad. Pensilvaniya shtati Newtownda mana bu ajoyib townhouse'ni bugun egasiga topshiramiz. Tepalari yopilgan, kiraverishlarini kafel qilingan, brazilskiy pollar qo'yilgan, uylar fasadlari, yuqoridagi mana crown moldinglar, mana bu ustunlar. Bu yerda mana diningga kirib boryapmiz. Bu yoqda o'zining garaji bor, powder room'i bor va eng zo'r tomoni mana bu high ceilinglik family room'i bor. Svetli qilingan, mana bu yarim orolcha. Oshxonamiz mana kafel qilingan. Kabinetlari ham akkuratni, zo'r, appliancelar hammasi mana zo'r, yangi, yaxshi holatda. Keyin mana orqaga chiqishga ham sharoit bor. Orqaga chiqsak, endi ochib o'tirmaylik, mana favor qilingan orqalari ham. Hammaga shunaqa uylar nasib qilsin. Tabriklaymiz. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim usholmaydi.